Oyda 5 lakh rupiya topaman, shuning uchun g'urur qilamanman, bilasanmi? Saniki yaxshi ekan, biz oyda 10 ming topamiz. He, 10 ming? Men bir kechada 10 ming rupiya xarj etaman. Ha, yaxshi gap. Sen puldor ekani. Xo'p, sen qancha pul topasan? Ko'p emas, ro'zgorim o'tarda topaman. Bu gaplarni u nafarlar aytadi-ku, zindagilikda ish sot ko'rgan bo'lmasa va qila olmaydi. Men ketdim sizlarning yo'llaringizga. Atolaka bu muncha pulni qayerdan topadi? Nerda topyapti? Qismatdagini yeyapti. Atolaka shanda ham muncha xo'shasiz. Nima uchun? Yur Soyluka seni bir joyga olma. Voy atolaka qabristonlik. Mana shu yerda yotaylarni ko'rasanmi? Puldor bo'lsang, g'arib bo'lsang, qancha g'urur qilsang ham oxiri kelayotgan joying shu. Inson dunyoda qancha puldor bo'lsa, yalang'och keladi, yalang'och ketadi. Bir yetgan yaxshiliklari qoladi. Bu dunyoda ham dardi yetadi, oxiratda ham. Shuning uchun Soyluka, Alloh senga ko'p bersin, kam bersin, Allohdan shukr qilgin.